Menimcha-chi, O'zbekiston bo'yicha 85-90% odamlarda terlash muammosi bor. Faqat ko'chada ishda, mehnatda yurasiz-ku, oyoq tegib olib terlaydi-yu. Ana men bu kiyimni bir sutka yechmaymiz-ku, baribir qo'ltiq sohasi ham terlash bo'ladi. U, конечно, diskomfort deganda odam xijolat bo'lib qoladi. Mana bu kollektiv orasiga kirganingizda qo'ltiq ustingizda chiziq bo'lib tursa, juda xunuk narsa-yu. Dog'ga o'xshab turadi, oq dog'ga o'xshab, kimlarnikidir sariq bo'lib turadi, chiziq tushib turadi-yu. Ay, yomon unaqa narsa. Shunaqa muammolarda yurmanglar, iltimos. Hozir mana qishdan chiqdik, yozga kelyapmiz, ochiq kiyinamiz, hammamiz, to'g'rimi? Qishda kurtkalarning ichida bilinmadi, lekin terladik yaxshigina, to'g'rimi? Ana shunaqa vaqtlarda, yozda esa yashirish iloji yo'q. Futbolkalarda ham chiziq bo'lib turadi. O'shunaqa vaqtlarda erkaklar ham, ayollar ham, yosh qizlarda ham hammaga teng muolaja o'tkazsa bo'ladi. Agar shunaqa hiddan muammo bo'layotgan bo'lsa, ayolinglar hidlanayotgan bo'lsa, yo bo'lmasam turmush o'rtog'inglar hidlanayotgan bo'lsa, aytinglarki, turmush o'rtog'inglarga bor Ozodani yoniga, o'sha doktor kosmetolog Azoda bor, shu Instagramda o'shani yoniga borsang, 15 minutda hal qilib qo'yadi masalangni desanglar bo'ladi. Direktdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Ja, bo'lmasam telefon nomerimni qoldiraman shu yerga, telefon qilib ham kelsanglar bo'ladi.